Do'stlar, biz hozirgina yana bir yangi YouTube videoni tugatdik. Va agarda mana shu videoni kommentiga pul yozsanglar, men u videoni qachon chiqishini sizlarga aytaman. Va bolalarga alohida rahmat. 5. Qarang, onaxon, qorin ochdi-yu. Bo'ldimi? Hozir pizza zakaz qilamiz. Mani pulim yo'q. Pulingiz yo'qmi? Yo, pulim mashina olib ketdi. Nimachi hamma kurgida shunaqa bahona qiladigan bola bo'lsa kerak. Men hammanglar hozir qaranglar, вообще-то qanaqa pizza zakaz qilishni. Va har doimgidek birinchi bo'lib pizza deganda Bellissimo esga keladi. Shuning uchun ham Bellissimoni yangi chiqqan programmasiga kirib olamiz. U birinchi bo'lib 2+1. Ya'ni bu degani biz hozir ikkalamiz ikkita puli borlar, ha? Ikkita puli borlar. Bittadan pizza zakaz qilsak, bittasi tekin keladi va uni Oybekka, Uni men yeyman. Oybekka tekinga qotlar ekan-da. biz bunga qarshi emasmiz. Navort bu zo'r va shuning uchun ham o'rtalab puf zakaz qilamiz. Va biz zakaz qilgan pizzalar 35 minut ichida kelish kerak edi. Lekin bizga undan oldinroq keldi. Va o'rtalab bizning Bellissimodan zakazimiz 18 minutda keldi. Sizga omad aka, rahmat aytaman. Ko'p to'laydi. Yana bir men taniyman. Yo, esan ko'p. Vau, o'rtoqlarim, bizning pizzalarimiz keldi. Bolalar hamma yoqilishda ha. Va pizzalarimiz sovib qolishidan oldin ularni yeyishni boshlab oldik. Mani pizzam tekin kiygan bo'lsam, hammasidan ko'pini o'zim yeyman, va